Rabia Hanım 20 devlet yığınında 2 saatlik piyade miniş namayişini Şangan, Tayvan, Mongol, Tibet, Uygur, Hindistan, Japonya, Tayland ve başka devletler bilen birlikte Lagırdaki Uygurlarning ovozini yetkazyotidu. Hem farzandlarning ovozini yetkazyotidu. Rabia Hanım hem bu yerda nutq so'zlab, har bir to'xtagan yerda nutq so'zlab, lagerni tarqitish, balalarni onalarning qo'yniga qaytarib berish, turmuga kesilganlarni chiqarib etish, Xitoy o'lkalariga kelganlarni qaytarib kelish, Uyg'urlarning uyiga yetib olgan Xitoylarni chiqarib etish, qizlarimizni Xitoyga berishni to'xtatish, diniy e'tiqod erkinligimizni qaytarib berish, o'z ona tilimizda so'zlashni qaytarib berish, Uyg'urlarga tinchlik va xotirjamlik berish. Agar buni qilmasa, dunyo vatanimizni mustaqil qilib berish. Biz Xitoy bilan yashayolmaymiz deyapti.